Tabiiy Nur korxonasi tomonidan yana dastlabki jarayonlari videoyimizda oxirigacha kuzatib tursangiz, barcha mahsulotlarimiz narxi bilan bitta-bitta aytib o'tamiz. Bizda deko fasollarimiz oynalari eng full variantdagi kalyon oyna bo'ladi. Stoli tagida yana bitta qo'shimcha stoli bor. Pastdagi ham bemalol non, choy, qand, qurus, mayda-chuyda mahsulotlar qo'yishingiz mumkin. Bu mahsulotlarimiz issiqda qolib ketsa ham rezinalar erib, sasitib chiqarmaydi. Qish sovug'ida ham rezinalari yollab ajrab ketmaydi. Va o'tiradigan stulda tagida ham kreslari bor. Stulga o'tirganingizda rezinalari cho'kmaydi. Asosiy xuddi o'sha kres ushlaydi. Temir karkas qismlariga ham polniy kraska sepganmiz. Karchelma yugan taqdiringizda yoki yomg'irda qolsa ham 100% zanglari chiqmaydi. Mahsulotlarimizga barchasiga 5 yilga garantiya beramiz va garantiya berganligimiz sababli barchasi Tabiiy Nur brend asosida chiqadi. Bu mahsulotlarimiz narxi 2.400.000 dan boshlanadi. O'zbekiston bo'yicha bepulga yetkazib beramiz. Lola fasoni, kreslo fasoni, kromka, shtapik, bularimiz lola fasollar bukilgan joyatini ko'rib turibsiz. Zotiska apparatda sindirmasdan bukkanmiz. Narxlari 850.000 so'mdan boshlanadi. Bu mahsulotlarimizni ham bitta kompaniyaga olsangiz O'zbekiston bo'yicha bepulga yetkazib beramiz. Kraskalarim Turkiyani parashkovoy qirilmaydigan yaxshi kraskali. Har qanday mahsulotlarimiz lolani ham, kresloni ham narxi bir xil. Kromka, shtapik deysizmi, O'zbekiston bo'yicha yetkazib beramiz. Va bizda taxta skameykalarimiz bor. Uzunligi 2 metr, gruntovka laklargacha sepilgan. Narxi 2.500.000 so'm. Aynan Tabiiy Nur mijozlari uchun.